Do'stlar, hammalarga assalomu alaykum. Uymi-uy loyihasini YouTube kanaliga xush kelibsizlar va bugun sizlarga ortimda turgan ushbu go'zal koshonani chiroyli qilib obzor qilib bermoqchiman. Uyga kirishdan oldin kelinglar, birinchi yuzaki ma'lumotlardan boshlaymiz. Ushbu hovlimiz high-tech formatida ta'mirlangan va 6 sotixdan iborat. Toshkent shahrining markazi Yakkasaroy tumani Rakat mahallada joylashgan va hovlimizga kirib kelishinglar bilan ko'rishingiz mumkin. Chap qo'limizda letniy o'zini kuxnyasi bor. Ikkita mashina bemalol sig'adigan maydoni bor va o'zini yashil hududi, hovuzi, sun'iy sharshirasi ham mavjud va tunda albatta bu o'ziga xos tus oladi, o'ziga xos chiroy oladi. Chunki mana bu chiroqlar, mana bu biralar, umuman qilib aytganda chiroq masalasi bo'yicha aynan me'morlar, ustakalarimiz juda ham chiroyli ishlashgan ekan va high-tech uslubidagi hovlilarni to'g'risi uyma-uy loyihamizda ilk marotaba suratga olyapmiz va albatta o'zingizlarning fikringlarni izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. Agar tayyor bo'lsanglar, ushbu go'zal koshonani ichkarisidan sizlarga polностью to'liq ko'rsatib bermoqchiman. Tayyormisizlar? Ketdik. Ishonch bilan ayta olamanki, bugungi hovlini obzorida siz o'ziga xos elementlarni, o'ziga xos ba'zi bir narsalarni ko'rasiz va hayron qolasiz. Sababi men o'zim ham uyma-uy loyihasida juda ham ko'plab hovlilarni, kvartiralarni, dachalarni bilasiz, videoga olamiz, lekin bunaqa yechimlarni birinchi marotaba bu hovlida ko'ryapmiz. Isbot sifatida keling sizga hozir mana qishki yopiq bog'i sizga ko'rsataman o'rtoqlar. Ha, haqiqatdan ham to'g'ri eshitdingiz. Bu o'rtoqlar qishki zakrytый zimniy sad. Bu yerda o'rtoqlar qimmatbaho italyanskiy va dunyoning turli xil joylaridan keltirilgan, mintaqalardan keltirilgan o'simliklar ekilgan va bu yerda ventilyatsiya sistemalari, chiroqlar va o'ziga xos uyni o'zini ichida alohida bog'i bor. Hovlimizning asosiy eshigidan kirib kelganingizdan so'ng to'g'ri siz zimniy sadga ko'zingiz tushadi va mana bu holdan asta-sekinlik bilan siz yumshoq zonaga va shu bilan birgalikda qisman mehmonxonaga kirib kelasiz. Mana bu eshik ortida oshxona, bu yerdan esa siz yerto'laga tushishingiz, mana bu zinadan ko'tarilib esa ikkinchi qavatga chiqishingiz mumkin. Lekin undan oldin keling mana shu joy, mana shu o'ziga xos yoqimli maydon haqida gaplashadigan bo'lsak, o'rtoqlar, to'g'risi mana bunaqa ko'rinishdagi portretlarni ilk marotaba tomosha qilyapman. O'ziga xos dizaynerskiy podxod bo'pti deb bemalol ayta olishim mumkin. Mana bu yerda siz maza qilib yaqinlaringiz bilan taomlanishingiz, mana bu yumshoq mebellarni ustida o'tirib esa siz filmlar tomosha qilishingiz, PlayStation o'ynab, umuman qilib aytganda vaqtni maroqli o'tkazishingiz mumkin. Oshxonadagi ishlatilgan rang, bu yerdagi texnika, mebel o'ylaymanki sizni juda ham xursand qiladi va mana bunday go'zal fransuzskiy eshikdan siz ichkariga kirib kelasiz va oshxona sizni kutib oladi. Ushbu hovlini xarid qilgan onajonlarimiz yoki ayollarimiz katta ehtimol bilan o'zlari oshxonada vaqt o'tkazishmaydi. Aksincha vaqt o'tkazishgan taqdirda ham ular faqatgina bu oshxonadan rohatlanishadi. Birinchidan, mana bu to'q yashil rang insonni ko'ziga orom beradi. Haqiqatan ham ko'zni og'ritmaydigan ranglardan foydalanilgan va bu yerda neoklassika detallarini ham sezishingiz mumkin. Kattagina televizor bor va mana bu tabiiy marmardan qilingan ostrovok deymiz, ya'ni orolchaga ahamiyat bering. Buni biz stoleshnica ham deyishimiz mumkin va bu nafaqat tabiiy marmarni o'zi bilan hayron qoldiradi, balki tabiiy marmarni ichkari qismidan podsvetka ham berilgan va tunda bu o'ziga xos go'zallik bo'ladi o'rtoqlar, ishonaveringlar. Mana bu eshiklar ortiga esa kattagina ikkita yarusli xolodilnik, ya'ni muzlatgichimiz berkitilgan va bu yerda haqiqatdan ham o'rtoqlar juda ham yaxshi texnikalardan foydalanilgan. Albatta Smack va Bosch kompaniyasi bizga reklama uchun pul to'lashmagan, lekin juda ham yaxshi sifatli texnika hisoblanadi va mana bu o'rtoqlar marmarni ortida ham siz podsvetkani ko'rishingiz mumkin. Hozir podsvetkani qaranglar. O'chiraman va yoqaman. Ko'ryapsiz, men to'g'risi loyihalarimiz mobaynida ko'p uylarni obzor qilganman, lekin haqiqatdan ham bu narsani ilk marotaba ko'ryapman. Aniq qilib ayta olamanki, bu oshxonada siz voy mana bu narsam sig'mayapti, voy mana bu narsamni qayerga tiqishni bilmayman demaysiz, chunki shu darajada joylar ko'pligidan siz hattoki meni fikrim bo'yicha qanday qilib to'ldirsam ekan degan savol bilan yashaysiz va bu yerda ko'ryapsizlar juda ham ko'plab joylar bor. Undan tashqari mana bu yerda ham ancha-muncha joylar bor. Bu yerda mikrovolnovka, bu yerda esa duxovka. Mana bu joylarni esa siz o'zingizning ehtiyojlaringiz uchun kelajakda ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Albatta bu videoni ayollarimiz ham ko'rishyapti. O'zingizlarning fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Endi esa keyingi xonalarga o'tamiz. Kapalaklar timsolidagi mana bu installyatsiya menga juda ham yoqdi. Nejniy va ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan va biz asosiy eshikdan kirib kelishimiz bilan mana bu chap qo'ldagi eshikka hozir kiramiz siz bilan. Mana bu joyni agar siz mehmonxona, mehmonlarni kutib olish uchun joy deb o'ylagan bo'lsangiz, adashasiz. Hozir men sizga haqiqiy hashamatli mehmonxonani ko'rsataman. Tayyormisiz? Marhamat o'rtoqlar. Tillarang
oq rang, undan tashqari qaymoq va qora ranglar uyg'unligidagi mana bu go'zal mehmonxonada siz albatta o'zingizni, hamkorlaringiz, ish bo'yicha yoki misol uchun oila, qarindosh urug', yor birodarlarni albatta hayron qoldirasiz va bu yerdagi idish tovuqlarni o'zi ovqatlarsiz ham, taomlarsiz ham nihoyatda hashamatli va nihoyatda go'zal ko'rinmoqda. Uni ustiga esa o'rtoqlar, bu zalimizda o'ziga xos fishkasi ham bor. Uni fishkasi esa mana bu kamin bo'ladi. Mana bu go'zallikka bitta ahamiyat beringlar. Qarab o'tirib ko'zingiz dam oladi go'yoki. So'nggi yillarda kvartiralarni, hovlilarni aynan ta'mirlash jarayonida mana bunaqa skriti eshiklar, ya'ni maxfiy eshiklar borgan sari tendensiya, ya'ni urfga kirib boryapti va mana shu skriti eshigimiz ortiga esa birinchi qavatning umumiy sanuzeli berkitilgan va bu yerdagi podsvetkalarga ham ahamiyat berib qo'yadigan bo'lsanglar, juda ham gрамотный, chiroyli ish qilingan va umumiy sanuzelimiz ham rosa ham nежный formatda. Bu xonamiz esa asosiy birinchi qavatdagi yagona hisoblangan master bedroom, ya'ni kattalar yotoqxonasi hisoblanadi va bu yerni ham o'zini alohida sanuzeli bor, pardoz-andoz ishlari uchun alohida chiroyli bo'lgan o'zini oynasi bor. Undan tashqari juda ham katta yaruslardan iborat bo'lgan o'zini garderobi ham bor. Shkaflar rosa ham keng, yorug', alohida katta televizor, konditsioner, sovutish va isitish sistemasi, xullas hamma sharoit aynan sizni dam olishingiz uchun. Bu esa umumiy, lekin bir vaqt o'zida rosa ham shinam kattalar yotoqxonasining sanuzeli. Zinadan tushishimiz bilan o'ng qo'limizda bizni mana bu koridor kutib oladi va koridorda 3 ta eshik bor va uyimizning yuragi va uyimizning eng asosiy va eng go'zal hisoblangan aynan xonalar ham mana shu eshiklar ortida. Bekorga ham bu hovlining yuragi joylashgan deb gapirganim yo'q. Hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Aynan mana shu eshik ortida nafaqat bu uyning yuragi, balki uning qon tomirlari ham joylashgan. Marhamat o'rtoqlar, kotelniga xush kelibsizlar. Biz buni bir vaqt o'zida kotelni deyishimiz ham mumkin. Barcha muhim elektr, muhim santexnika, muhim gaz masalalariga oid bo'lgan barcha muhim elementlar mana shu yerda joylashgan. Kotelni ko'ryapsizlar. Bu yerda tok tashavoradigan bo'lsa, tokni stabil holatda ushlab beradigan akkumulyatorlar ham bor. Undan tashqari bu yerda siz o'zingizning kirlaringizni yuvishingiz va ularni quritishingiz ham mumkin bo'ladi. Endi esa keyingi xonaga o'tamiz. Bu xonani borligi esa sizni farzandlaringizni dadajon, ayajon, yangi film chiqibdi, yuringlar kinoteatrga deyish faktoridan olib tashlaydi, chunki bu hovlini o'zini o'rtoqlar juda ham shinam, chiroyli bo'lgan o'zini kinoteatri bor va bu yerda katta televizorda siz akustikasi zo'r bo'lgan xonada konditsionerlarni yoqib olib, mana bunaqa udobniy, yumshoq bo'lgan divanlarda yotib olib, eng so'nggi filmlarni maroq bilan tomosha qilishingiz mumkin. O'rtoqlar, qaranglar qanaqa chiroyli rangdan foydalanilgan va devordagi mana bu yumshoq detallar akustika vazifasini bajaradi va bu yerda hech qanday shovqin chiqmaydi va bilasiz, ovozlar ortiqcha joyga urilmaydi va bu degani filmni siz hamma barcha sound dizaynlardan maroq bilan foydalangan holda tomosha qilish imkonini beradi. Va bu hovlida shaxsan meni o'zimga eng yoqqan va eng manzur kelgan xona aynan mana shu eshik ortidagi xona hisoblanadi o'rtoqlar. Bu hovlimizning o'zini shinam, chiroyli bo'lgan namozxonasi o'rtoqlar. Ha, juda ham yorqin ranglardan foydalanilgan. Mana bunaqa polkalar qilib qo'yilgan. Bu yerga kitoblaringizni, o'zingizga kerak bo'lgan, ehtiyojingizga kerak bo'lgan narsalaringizni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Minus birinchi qavatning boshqa joylarini ham ko'rsatishda davom etaman. Zinadan tushib kelishingiz bilan siz mana bunday katta bo'lgan dam olish zonasiga kelasiz va bu yerda ham maroq bilan siz yaqinlaringiz bilan vaqt o'tkazishingiz mumkin yoki farzandlaringiz yugurib, maza qilib bu yerda o'ynab yurishlari mumkin. Mana bu eshik ortida esa o'rtoqlar maza, ya'ni erkaklarimiz maza qiladigan xona joylashgan. Bu yerda o'zini razdevalkasi, umumiy sanuzeli va yaqin kelajakda bu yoqda o'zini saunasi bo'ladi va bu saunadan mazza qilib issiqqina pardan chiqqaningizdan keyin mana bu zina orqali shunday yugurasizda, tashqariga, hovliga shunday zinadan ko'tarilib, hovuzga bitta kalla tashlaysiz. Sizdan baxtli odam yo'q. Endi esa o'rtoqlar, ikkinchi qavatga ko'tarilamiz va ikkinchi qavat asosiy spalnilardan iborat bo'lgan uyning asosiy qavati hisoblanadi va bu yerda 4 ta spalnimiz, yotoqxonamiz bor. Hammasi master bedroom, o'zini alohida har bittasini sanuzeli bor va undan tashqari o'zini ikkinchi qavatda umumiy sanuzeli ham mavjud bo'lib, bu yerda o'zini katta ulkan hol qismi ham bor va hammasini hozir sizlarga chiroyli qilib namoyish qilib beramiz va albatta qaysi sizga yotoqxona ko'proq yoqdi dizayn tomonlama, uni ham izohlarda yozib qoldiringlar. Bu yerda go'zal akvarium, undan tashqari bilasiz, o'zini zimniy zakritый basseynini tepa qismi joylashgan. Bu yerda divanlar bor, maroq bilan vaqt o'tkazishingiz mumkin.
mumkin. Bu yerda 3-spalnimiz, bu yerda 4-spalnimiz joylashgan hol qismi va ikkinchi qavatda umumiy sanuzel o'rtali. Umumiy sanuzel birinchi qavatdagiga qaraganda biroz farq qiladi. Bu yerda ko'proq sovuqroq ranglardan foydalanilgan, lekin menga dizayn juda ham ma'qul keldi bu yerda ham. Bu esa ikkinchi qavatdagi terrasa qismi va yotoqxonadan ham terrasaga chiqish mumkin, umumiy zaldan ham terrasaga chiqish mumkin va bu yerdan basseyn ko'rib turibdi, sun'iy sharshara ko'rinib turibdi, zeleniy zonalar ko'rinib turibdi. Maroq bilan bu yoqdan ham ertalabdan quyoshni chiqishini yoki quyoshni botishini kech payt kuzatib qo'ysangiz bo'ladi. Endi esa navbat o'rtoqlar hovlimizning 4-qavatiga va 4-qavat o'rtoqlar terrasa qismi hisoblanadi. Hozir terrasa haqida yana gaplashamiz. Undan oldin mana bu xonaga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu xonada siz 8 kishi bemalol yoz vaqtida maza qilib, maroq bilan vaqt o'tkazishi mumkin. Mangalda barbekyular qilib, shashliklar qilib, sabzavotlarni maza qilib, qovurib, maza qilib mashta vaqt o'tkazib, yaqinlar bilan gurunglashish mumkin. Endi esa kelinglar o'rtoqlar terrasadagi manzara haqida gaplashadigan bo'lsak. Terrasamizdan o'rtoqlar shunday Nest One, Toshkentning finansiy sentri, U-Tower, Rakat masjid shundoq ko'rinib turibdi va terrasada o'rtoqlar juda ham katta hisoblangan, katta bo'lgan o'zini ochiq maydoni ham bor. Issiq mavsumda bu ayni muddao bo'ladi vaqt o'tkazish uchun va drenajniy sistemalar yomg'ir yoqadigan bo'lsa, hamma yomg'ir suvlari bemalol chiqib ketishi uchun mana bunaqa sistemalar ham qilingan va xavfsizlik tomonlama ham hammasi yaxshi o'ylab qo'yilgan va bu yerda o'zini o'rtoqlar ko'rib turganingizdek yozgi oshxonasi ham bor va men bu kachelaga yostiqchalarni, ko'rpachalarni qo'yib, kechki paytda choychani olib, onajoningiz bilan yoki otajoningiz bilan mazza qilib suhbatlashishingiz mumkin. Ushbu go'zal hovlimizning endi narxi haqida sizlar bilan gaplashadigan bo'lsak o'rtoqlar. Narxi hozirgi kunda 2 million AQSh dollarini tashkil qiladi va ushbu hovlini siz ijaraga ham olishingiz mumkin. Oylik ijara narxi esa 10 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Albatta, hovli haqida, bu yerdagi dizayn, yechimlar, hammasi haqida o'zingizlarni qimmatbaho bo'lgan fikringizni yozib qoldiringlar va Uy-Mo'y loyihasiga obuna bo'linglar va albatta o'rtoqlar yana qanaqa sizlarga hovlilarni ko'rsatishimizni xohlaysizlar. Buni ham izohlarda yozib qoldiringlar. O'ylaymanki, bugungi obzor sizlarga yoqdi. Like bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.